Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnashtirib davom etyapmiz. Bu joyimizga 11 metr joyga veranda qo'yganmiz. Profillari alyumin G306 antrazitdan bo'lgan. Birinchi Alpro profildan foydalanganmiz, ko'rishingiz mumkin. Oynalarni 2 qavat qilib berganmiz. Qoraga oq qilib paketladik. Taglarini bo'ylariga moslab alikafonda bo'lib qo'yganmiz. Razmerlariga kelsak, enlari har bir oralig'i 260 cm dan bo'lgan. Bo'ylari 240 bo'lgan. 4 ko'z qilib bittadan ochilish qildik. Ikki chekkaga bittadan forchkalar qilib berdik, ko'rishingiz mumkin. Stullarimizni ham doimgidek bir xil qilib mana o'rab ketdik. Ko'rishingiz mumkin. Juda bir chiroyli holatda o'rnadi joylariga ham. Bu joyimizda narxiga keladigan bo'lsak, narxini 13 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Bitta eshigimiz ham bor ichkarida. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqasizlar. Ruchkalarni Akfa ruchkalaridan foydalandik. Baquvvat bo'lganligi uchun. Ichki ko'rinishlarni ko'rsanglar bo'ladi mana. Ichkaridan tashqari bir xil ko'rinib turaveradi. Rom ochilishlarini ko'rsanglar bo'ladi mana. Alvit ruchkalardan foydalanganmiz. Bu profilga ham garantiyalarni beramiz. Qalinligi, chak kelishlari juda bir zo'r. Shiligirovkalari ham chiroyli holatda. Akfa petlalardan qo'yib berganmiz, eshiklarimizga 3 tadan. Bu taraflari ham zo'r chiqdi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, ishlarni zo'r qilib bitirib beramiz. Razmerlari bo'lsa, pullarni hisob-kitob qilib 1 kvadrat metr 650 ming so'm, 700 ming so'm atrofida chiqyapti. Oynalari 2 qavat bo'ladigan bo'lsa, 1 qavatlari 580 ming, 600 ming so'm. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52.